O'zbekistonda har yili yuzlab kompaniyalar ochiladi va yuzlab kompaniya yopilib ketadi. Nima sababdan bunaqa? Sababi bitta, bozorga kiradigan o'yinchilarning aksariyati bu bozorni tushunmasdan, bilmasdan, reja qilmasdan shunchaki raqamlarni ko'rib kirib ketadi. Shu sababli yopilishga majbur bo'lishadi. Bizning kompaniyamiz 2020-yildan beri faoliyat ko'rsatib beradi. 6 yil bo'ldi va 6 yil davomida biz yetarli darajada tajriba oldik. Ishlarimizni boshlagan paytda 4 tagina xodim va 20 ga yaqin usta xodim bo'lgan. Bugungi kunga kelib 300 ga yaqin usta xodimlarimiz va 50 ga yaqin boshqaruvchi xodimlarimiz bor. Bu narsa bizga nafaqat kichik loyihalarni, balki katta loyihalarni ham amalga oshirishga yordam beradi. Biz bugungi kunga kelib yirik investorlar va developerlar ishlab kelamiz. Bu Murad Buildings, Golden House, Renaissance, Bazista, Centris Development kabi yirik developer va invest kompaniyalardir. Kompaniyamiz miqyosida biz yer ishlari, monolit ishlari, ichki pardozlash, tashqi pardozlashlarni amalga oshiramiz. Bularni biz umumiy holda kompleks tarzda ham amalga oshirib, investorlarga va developerlarga kotlovan ko'rinishdan tayyor holatigacha bizning kompaniyamiz kompleks qurilish xizmatlarini ko'rsatib berishi mumkin. Va kompaniyamiz rivojlanish jarayonida bizning kompaniyada shakllangan asosiy bir prinsiplar bor. Bularni hozir sanab o'taman. Bu birinchisi smetalardagi shaffoflik. Smetalarimizni biz barcha jarayonlarni buyurtmachilarimizga ochiqcha ko'rsatamiz. Bu narsa bizda buyurtmachilar tomonidan ishonchni beradi va biz o'zimizni har bir qilayotgan jarayonlarimizni ochiqcha ko'rsatishimiz ishimizni tizimli olib borishimizga sabab bo'ladi. Undan keyingi masalamiz bu muddatlar masalasi. Qurilishda har doim bo'ladigan muammo bu muddatlar cho'zilishi va muddatlar cho'zilishiga bizda tizimli yechim bor. Biz kunlik nazorat tizimini yo'lga qo'yganmiz va shu orqali biz va'da bergan muddatlarimizni imkon qadar barcha sabablarni qilib, kelishilingan muddatda bitirishga harakat qilamiz. Undan tashqari bu sifat masalasi. Sifat masalasi bizda asosiy o'rinlardan bittasida turadi. Chunki sifat bo'lmagan joyda muddatni ham keragi bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz avvalambor sifatga fokus bergan holda muddatlarni ushlashga harakat qilamiz. Sifatimizda agar ba'zi bir joylarda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, buyurtmachilarimizga xohlamagan joylarda bu narsalarni albatta biz imkon qadar tez muddatda tuzatib va buyurtmachiga istagan holatga olib chiqmaguncha to'xtatmaymiz. Bu har bir o'tayotgan etaplarimizni buyurtmachilarimiz bizga yana qayta ishonch berib, bizga qayta murojaat qilishiga sabab bo'lmoqda bugungi kunda.